Undasin, qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin, qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Tog'a, bu Jasur. Ochiqchasiga bezbetlik qilyapti. Ya'ni? Ana kuni ishxonaga borsam, meni haydashga rosa harakat qilyapsiz, lekin qo'lingizdan kelmaydi deb jay katta gapiryapti. Buni shu kunlarda bir narsa qilmasak bo'lmaydi, tog'a. Bahrom, bu Jasur juda katta molni nasiyaga chiqarib yuborgan. Uni pullarni faqat o'zi yig'ishtirib oladi. Biz bilmaymiz. Bu mollar qayoqqa ketganini anig'ini. Shuning uchun indamay turibman. O'sha pullarni joyiga qo'yib olsin. Keyin u bilan xayrlashamiz. O'z menga ham shu oxirgi qilgan ishlari umuman yoqmadi. To'g'ri aytasiz. Agar uni hozir haydasak, shuncha pul ko'chada qolib ketar ekan. Keyin o'zimizni Bobur xonam uni qizini oldida o'ralashib qo'ygan. Yo'q. Ha. O'zingiz bir ikki og'iz gapirib qo'ysangiz bo'lar ekan. Men gapiradigan bo'lsam, meni noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. Mayli. Bobur bilan gaplashaman. Xo'p. Mayli bo'lmasa tog'a, men boray. Ishlarni qilay. Xo'p, bo'pti. O'rtoq, yaxshimisan? Yur, ichkariga kiramiz. Mashinalarni nima qilding? 3 kunda ulgurmayman-ku, o'rtoq. Bu meni muammoim emas. Men senga 3 kun vaqt berganman. Ulgurasanmi, ulgurmaysanmi, bu sening ishing. O'rtoq, uyimni sotuvga qo'yaman. Mayli. Bolalarim ko'chada qolsa ham bir amallab turamiz. Asosiy sani pulingni qilib bersam bo'ldi. Mashinalarimni ham sotaman. Yaxshi, sot. Nima, o'zim xaridor topib beraymi? Arzonroq oladi, lekin pulini naqd beradi. O'rtoq, o'zim topaman. Faqat bolalarim ko'chada qolib ketadi. Shundan xavotirdaman. Mayli, ko'chada qovursin. Buni sen o'ylashing kerak edi, men emas. Oilangni o'ylamading. Endi nimaga men seni oilangni o'ylashim kerak? Nodir, nega o'zgarib ketding, o'rtoq? Arzimagan pul uchun shunchalik o'zgarish shartmi? Aslida o'zgarganman emas. Sen ishonchimni suiiste'mol qilding. Do'stligimizni o'ylamading.
Mani qancha mehnat bilan topgan narsamni yo'q qilding. Xo'sh, kim o'zgaribdi? Shunaqa bo'lib qoldi, o'rtoq. Ataylab qilmadim-ku. To'g'risi, bu ishlarga aralashmaganim yaxshi edi. Tezroq uyini sot. Pulimni joyiga qo'yib qo'y. O'rtoq, kiramiz ichkariga. Keyingi safar. Sana deb uyimni sotishim qoluvdi. Bekorlanyapsan. Pul nima bo'ldi? Topdingizmi? Pulingizni tayyorlab qo'ydim. Ulgursam bugun, mabodo ulgura olmasam, ertaga qo'lingizda bo'ladi. Yaxshi. Faqat endi mendan xafa bo'lmang. Meni to'g'ri tushuning. Endi o'zimniki emas-da. Shuning uchun sal noqulay bo'ldi. Muhimi, ishingiz bitdi-ku, to'g'rimi? Ha, xijolat bo'lmang. O'zi foydasidan sizga 1-2 so'm chiqazib bermoqchi edim. Endi o'ylab qarasam, chiqazib bera olmas ekan. Voy. Nimaga chiqarib bera olmaysiz? Hali meni hisobimga pul kelib tushgani yo'q. Sizni pulingizni men boshqa odamdan qarz olib yopib beryapman. Men qizimga ham aytgandim. Ering menga ham foydasidan beradi deb. Foydasidan bermasangiz bo'lmaydi. Shuncha harakat qildim axir men. Ishingiz bitmayotganda pul olib kelib berdim. O'zimni ham niyatim shunaqa edi. Lekin siz ozgina shoshildingiz. Kelishuvni buzdingiz. Men sizga boshida aytdim. 1 hafta 10 kunga dedim. Hisobim chiqmay qoldi. Endi 3 kun bo'lgan bo'lsa, meni ham to'g'ri tushunasiz. Hali hisobimga pul kelib tushgani yo'q. Mayli, ertaga o'sha pulni berib turavering. Hisobingizga pul tushgandan keyin foydasini beraverasiz. Begona emassiz, kuyovimsiz. Baribir ana o'sha bergan pullaringizni hammasini nevaralarimga, qizimga, sizga sarflayman. Mayli, endi olmay qo'ya qoling. O'sha narsalarni men o'zim olib beraman. Siz meni to'g'ri tushuning. Sizga berishim kerak bo'lgan pulni men qarz olgan odamga berishim kerak. Voy. Ha, bo'pti. Pulni tayyorlab qo'yaveringchi. Bu yog'ini keyin gaplasharmiz. Bo'lmasa men bora qolay-a. Xo'p. Xo'p. Foydasidan berasizmish. Tog'a. Azimboy oldiga borgandik. O'sha gap. Ijara to'laysanlar deyapti. Nega bording o'zi? Yo, o'zi chaqirdimi? O'zim gaplashib olgani borgandim. Nima qilarding borib, Bahrom? Tog'a. Otxonaga kirib chiqish muammo bo'lyapti. Bobur ham kecha borib kirolmasdan qaytib kelgan. Nimaga? Nima bo'ldi o'zi? Otxonaga bordim. Borsam qorovullar mumkin emas deyishdi. Hammasi almashib ketibdi. Laboratoriyamiz bor deb kirib chiqay deb tushuntirdim. Baribir Azimboy akani ruxsat kerak deb turib olishdi. Keyin kira olmasdan qaytib keldim. Ko'rdingizmi, tog'a? Bu odam juda haddidan oshyapti. O'zingiz borib gaplashib kelasizmi?
u laboratoriyani olib chiqib ketolmasligimizni bilib turib atayin qilyapti. Mayli. Gaplashib ko'raman. Bundan keyin maslahatsiz ish qilma, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bir narsa bo'ladigan bo'lsa oldin menga ayt. Keyin birga o'ylab ko'ramiz. Xo'pmi? Tushunarli. Qani, orqa tarafga o'taylikchi. Yuring. Ishlar qanaqa ketyapti? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. O'tiring. Biz tarafga qaysi tomonlar uchirdi mehmon? Aytgandek, hisob raqamingizni ko'rdingizmi? Ha, Pullar tushdi, ortig'i bilan tushdi. ko'rdim. Kelishuv hammasi joyida. Agar yana xizmatlar bo'lsa, men tayyorman. Xizmatlar hali juda ko'p bo'ladi. Siz tayyorgarliklarni ko'rib turavering. Hali ish ko'p. Biz sizga xabar beramiz. Shunda yetkazib berasiz. Bo'ldi, kelishdik. Bu yoqdan xavotir olmang. Men sizga aytganman, 15 yillik tajribam bor. Sizlarni uyaltirib qo'ymayman. 15 yillik tajribam bor deng. Yaxshi, mayli. Nima bo'lganda ham siz xato qilishga haqqingiz yo'q. Chunki siz ishlayotgan odamlaringiz juda ham katta odamlar. Sizni bir xatoyingizni hech kim kechirmaydi. Qadamingizni o'ylab bosing. Tushunmadim. Qanaqa xato qilishim mumkin? Hamma narsa siz bilan kelishuv asosida bo'lishi kerak. Kelishilgan vaqtda, kelishilgan muddatda, kelishilgan tovarlar. Sizdan oldin kelgan tadbirkorlar ham katta gapirishgan. Keyin ahvolni ko'rdik. Eplay olmadi. Gapini ustidan chiqa olmadi. Oqibatda o'zlariga qiyin bo'ldi. Bu yog'idan xavotir olmang. Men ko'pchilik bilan ishlaganman shuncha yil davomida. Qancha odam bilan ishlagan bo'lsam, hali biror marta xato qilganim yo'q. Tushunarli. Siz bilan kelishib oldik degan umiddaman. Siz bilan ishlayotganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xo'p, Yaxshi yetib oling. mayli. Endi o'zimizni otxonaga ham e'tibor beradigan vaqt keldi. Tez orada otaxondan ham qaytarib olamiz. Endi hamma narsa o'zgaradi. Shuncha payt odamlarga imkon berdim, ishondim. Lekin ishonchimni suiiste'mol qilishdi. To'g'ri aytasiz, tog'a. Mana aytganingizdek, ishni ham boshlab oldik. Tez orada bitadi. Bu yog'iga to'xtash yo'q, tog'a. Hammasi o'ylaganimizdek bo'ladi. Xudo xohlasa. Xavotir olmang. Esingda bo'lsa, o'tgan safar senga aytgan edim. Bu uydagilarim meni kelin qilishgan edi. Lekin dadang rozi bo'lmagandilar. Ota-onasi majbur qilishgani uchun uylanganlar. Dadang rahmatlini hayotida boshqa bir ayol bor edi. Davron oyisimi? Shunaqa.
Men hammasini bilardim. Lekin indamasdim. Sizlarni o'yladim. Otasiz o'sminglar dedim. Hammasiga sabr qildim. Chidadim. Bu orada dadang bilan o'sha ayolni o'rtasida muammolar paydo bo'ldi. Keyin u ayol vafot etdi. Davronga o'zim qaradim. Onalik qildim. Lekin baribir amaking meni qabul qila olmadilar. Oyi, nimaga amakimga hammasini shartta aytmaysiz? Axir shuncha muammolardan boshingizdan o'tqizdingiz. Hamma narsaga sabr qildingiz. Sizga aybingiz yo'q-ku axir. O'zingiz aytyapsiz, uydagilar olib berishgan deb. Ayta olmayman. Chunki o'shanda amaking bo'lmaganida dadang qamalib ketgan bo'lardilar. Keyin sizlarning taqdiringlar nima bo'lardi? Shuning uchun hech narsa deya olmayman. Amaking esa oila qurmadi. Farzandi ham yo'q. Bunga biz sababchimiz. Majburman. Endi hamma hunarlariga chidashim kerak. Bo'lmasam, hammasini men aytaman, oyi. Siz aybingiz yo'qligini hammasini tushuntiraman. Yo'q. Indama. Keyin bu muammolar kattalashib ketadi. Mayli, nima xohlasizlar qilsizlar. Faqat sen indama. Qachongacha, oyi? Siz qachongacha bunaqa yurasiz? Qiynalib ketdingiz-ku axir. Agar meni desang, hech qachon hech kimga hech narsa gapirma. Bu sirlarni men senga ishonib aytyapman. Xo'p, oyi. Siz nima desangiz shu. Tinchlikmi dada, chaqirdingiz? Ishxonada narsalaring yo'qmi? Yo'q. Chala qolgan ishing ham yo'qmi? Uzog'i bilan 1-2 soatlik ishim qolgan. Tinchlikmi? Endi bu yerda ishlamaysan bolam. Otxonada o'zimni oldimda yurasan. Nimaga? Nimadir qildimmi? O'zingiz Jasur akaning oldida yurasan degandingiz. Degandim. Endi uni oldida yurmaysan. Jasur akangni asl basharasi ochildi. Undan uzoqroq yurganing yaxshi. Bola, bu odamdan har narsa kutsa bo'ladi. Sendan xavotirdaman. Mayli-yu, lekin agar hammasi siz aytgandek bo'lsa, oldida bo'lganim yaxshimidi? Ishlardan xabardor bo'lib turardim, sizga yetkazib turardim. Mendan xavotir olishingiz shart emas. Yosh bolamasman-ku. Har qalay yonida bo'lsam, odamga ham, sizga ham ko'proq foydam tegarmidi deymanda. Hozir bizdan bu odamga hech kim qarshilik ko'rsatmayapti. Bilganini qilib yuribdi. Ertaga zavod bundan battarroq ahvolga tushsa, qiynalib qolmaymizmi? Agar shu yerda yursang, o'zing qiynalib qolmaysanmi? Yo'q, qiynalmayman. Yaxshi. Bo'lmasa bir muddat ishlab tur. Bu yog'ini o'ylab ko'ramiz. Xo'p.
Bo'pti bo'lmasa, ishlaringni qilaver. Xo'p. O'g'lim? Bu nima qilib o'g'lim? Siz meni kechalasdan urishdingiz. Men sizdan xafa bo'ldim. Chiqib keting xonamdan. O'g'lim? Shu to'g'rimi endi? Ha? Qani, siz bilan gaplashib olaychi? O'g'lim? Bola o'z dadasidan ham xafa bo'ladimi? Men sizdan xafa bo'ldim. Kecha meni haddiq urishdingiz. Siz meni yomon ko'rasiz. O'g'lim, qani menga qarangchi? Menga qarangchi? Nega men sizni yomon ko'raman? Sizni yaxshi ko'rganimcha urishdim o'g'lim. O'g'lim, qaysi ota o'z farzandini o'ziga o'xshashini xohlamaydi? Menga o'xshash xohlamayman deganingizga jahlim chiqib ketdi. Men ham sizdan xafa bo'ldim. To'g'risida dada, siz yaxshi odam emassiz. Xo'p, nimaga unaqa deyapsiz? Siz ko'p odamlarni ko'p pullarini olib qo'yasiz. O'g'lim, mehnat qilaman, mehnatimga yarashasini olaman. Uni qamas-ku dada. O'g'lim, siz bularni qayerdan bildingiz? Kimdan eshitdingiz? O'zim ko'p ko'rib qolaman-ku. Dada, unaqa ishlar qilmang. Siz yaxshi dada bo'lsangizni xohlayman. Xo'p o'g'lim. Siz mendan xafa bo'lmasangiz bo'ldi. To'g'ri. Ba'zida qattiqqo'llik qilaman. Urishaman. Lekin meni yoshligimda hech kim urishmagandi o'g'lim. Balkim shuning uchun yomon dada bo'layotgandurman. Yaxshi dada bo'lishni bilmayotgandurman. Siz meni noto'g'ri tushunmang, o'g'lim. Men yoshligimda yolg'iz o'zim kurashib yashaganman, bolam. Menda sizdagi dada bo'lmagan, hech kim o'rgatmagan. Hech kim urishmagan meni. Nima qilsam to'g'ri deb o'ylab quvurganman, bolam. Siz yaxshi bo'ling deyman. Hayotda qiynalmang deyman, o'g'lim. Men ko'rgan kunlarni ko'rmang deyman, bolam. Shuning uchun sizlarni deb harakat qilib yurma, o'g'lim. Qani? Kechirasizmi meni? Xo'p, dada. O'g'lim, men endi yaxshi odam bo'laman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Ustoz kelmadilarmi? Yo'q hali. Yarim soatlarda kelib qolsalar kerak. Yaxshi. Hozirgi chiqib ketgan bola anavi savdogar deyishayotgan bola emasmi? Ha, o'sha. Doston. Bilib qo'ygan yaxshi. Kerak bo'ladi. Ortiqcha ma'lumotlar ziyon qilmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Adashmasam, ismingiz Dilshod, shunaqami? Shunaqa. Siz Azim akam bilan qamoqda birga o'tirganmisiz?
Yo, undan avval ham tanishmidinglar? Undan avvaliga yoshingiz to'g'ri kelmaydi. To'g'rimi? Buni tarixi uzun. Keyin bemalol gaplashamiz. Men birpas dam olaman. Kesala haydab yuborarsiz. Bunda bir narsa bor. Dadasi. Bugun yomon tush ko'rinman. Qanaqa tush ko'rding? Tushimda sizni ishdan haydab yuborishibdi. Qanaqasiga? Sizni rostdan ham ishdan haydab yuborishsa nima qilamiz? Yo. Mani kim haydaydi onasi? Hech kim hayda olmaydi. Chunki men hamma sharoitini qilib qo'yganman. Mani haydashsa, ular ancha pul yo'qotishadi. Qanaqasiga? Men zavodning mollarini hammasini nasiyaga tarqatganman. Faqat pulni men yig'ishtira olaman. Ular faqat men bilan muomala qilishadi. Aytishadi-yu, qo'l-qo'lni taniydi deb. Shuning uchun meni haydasha olmaydi, xavotirdaman. Ko'ngling cho'ktirman. Biram aqllisizda dadasi. Endi sizlarni o'ylab, bolalarimni o'ylab shu ishlarni qilyapman-da. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xavotirga tushma. Xo'p? Nima qilayotganimni o'zim yaxshi bilaman. Bor, bolalarni kiyintir, o'zing ham chiroyli kiyimlaring kiy, bir mazza qilib aylanib kelaylik. Rostdanmi? Keyin qizimni chaqirib yubor. Ha, xo'p. Tezlashtir. Xo'p. Seni yaxshi ko'raman, oyisi. Hammasi sizlar uchun. Suhrob. Labi aka, Sen hozir uydamisan? Ha, 2 soatlardan keyin ketaman. Yaxshi. Xonangga pul qo'yib qo'ydim. Ozginadan keyin qaynonam keladi. Berib yuborgin shuni. Hech narsa deyishim shart emasmi? Yo'q. Pulni berib yuborsang o'zi tushunadi. Xo'p, Mayli. yaxshi boring. Xo'p. Ker. Polvon, o'zingmisan? Xush kelibsan, ukam. O'tir, xohlagan joyingga o'tir. Xo'sh. Qaysi shamollar uchirdi? Bu ukalaringni yo'qlab qopsa? Yoki gaplarim ta'sir qildimi? Agar ta'sir qilgan bo'lsa, o'zing tushungan bo'lasan. Hayot shunaqa, ukam. Bugun sanda, ertaga menda, bir kun boshqasida. Shuning uchun hech narsani o'ylama. Hali hammasi joyiga tushib ketadi. O'zi yaxshi niyat bilan keldingmi? Xullas, to'g'ri aytibsiz. Menga u yoqda ish yo'q ekan. O'ylab ko'rganing yaxshi bo'pti. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Roziman. Safimizga xush kelibsan, ukam. Sen uchun mana shu eshiklarimiz har doim ochiq. Sen ukam deganman, bilasan-a? Faqat oldindagi xatolarni takrorlanmasang bo'ldi. Tushundingmi? Aka, men bu ishga qo'shilaman. Xo'p.
Lekin o'yinda yo'qman. Mehnat qilishim mumkin. Ishlaringizni qilaman. Lekin oldingi ishlarga aralashmayman. Ukam, ukajonim. Unaqa ishlarni biz ham yig'ishtirib o'rganmiz. Biz endi biznesmenlarmiz. Sen bilaman, faqat biznes bo'yicha ish qilamiz. Ukam, endi bu yog'iga kelajagimiz yaxshi bo'ladi. Hali sen o'zing kelajaging uchun qayg'urishing kerak. Mana oldimga kelib juda to'g'ri ish qilding. Endi bu yog'iga hayoting zo'r tomonga o'zgarib ketadi. Mendan boshqa ishongan akalaring bo'lmasa kerak, a? Hech kim qolmadi. Ana, ko'rdingmi? Shuning uchun menga bemalol ishonishing mumkin. Endi chiqib akalaringga uchrash. Nima qilishing kerakligini tushuntirishadi. Bora qol. Xo'p. Kelasan dedim-ku, kimga qaqqa ham borarding. Hozir 5 daqiqada ovqatim tayyor bo'lib qoladi. Dimlab qo'ydim. Gulruxsor, oilang tinchmi o'zi? Tinch. Senga qanaqa tarbiya berganman, bilmayman. O'zim bergan tarbiya o'zimga qarshi ishlayapti. Bundoq yorilsang-chi. Ay, yuragimni ezvording-a? Nima bo'ldi? Nega kevurasan hadeb? Kelmaymi, oyi? Yo'q, kelavergin. Faqat hech bo'lmasa kuyovim olib kelsin. Ko'nglim xotirjam bo'ladi. Biror marta kuyovim olib kelmaydi. Har doim bir o'zing kelasan. Shunaqa bo'lgandan keyin noto'g'ri xayolga boraman-da, qizim. Yo, nima? Senga yuragimni siqish yoqyaptimi? Yo'q, oyi, unaqa emas. Na gapirasan, na tushuntirasan. Hech nimani bilmayman. Kelsang, xursand bo'lish o'rniga yuragim siqiladigan bo'lib qoldi. Yo, nima? O'zim borib gaplashaymi? Yo'q, oyi. Hammasi joyida dedim-ku, hech kim bilan gaplashishingiz kerak emas. Qarab turgin sen. Kuyovim bilan gaplashaman o'zim. Oyi, gaplashmang. Kimga qo'yaman? Voy. Mayli. Men borib ovqat suzaman. Aka, o'zlari bermabdilar-da. Akam ishga shoshib turdilar, o'shaning uchun shoshib chiqib ketdilar. Sanab oldingizmi, Xudo xola? Ha, sanab oldim. Akangizga ayting, foydasidan ham bersin endi. Men qiynalgan paytida pul berib turdim. Yordam berdim. Sizlarni shunday tashab qo'yganim yo'q. Xo'p, aytaman. Yuring, men sizni kuzatib qo'yay. Xo'p. Otaxon, Atqam aka kelibdilar. Kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir. Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Nimaga meni chaqirdi deb bu otaxon deb hayron bo'layotgandursan? Chunki sen bilan hech bunaqa gaplashib dardlashmaganmiz. To'g'rimi?
To'g'ri. Eshitishimga qaraganda Qodirxon Davronni otxonasidan chiqib ketganmiz. To'g'rirog'i majbur bo'lganmish, eshitdim. Davron ham hozir Qodirxonga qarshi ekan. Qarshi emas. Faqat amakisining yonida. Otxonani ishlarini hozir amakisi hal qilyapti. O'sha amakisi ham otlarni yaxshi tushunadimi? Ha. Eski ot boqarlardan ekan. Ancha oldin qamalgan ekan. Yaqinda chiqibdi. Azimboy. Azim boymi? Ha, shunaqa. Yaxshi. Sen Qodirxonning yonida yuribsan. Unga sodiq odamlardan birisan. Shundaymi? Xo'sh. Senga bir ish bor. Agar Qodirxon akaga nisbatan nimadir o'ylagan bo'lsangiz, mendan foydalana olmaysiz. Foydalanish niyatim ham yo'q. Unda men bu yerda nima qilyapman? Xullas, gap bunday. Qodirxon aka, yoningizga kelmasam bo'lmasdi. Otam ketganlaridan keyin otxona ancha qarovsiz qolib ketdi. Agar siz bo'lmaganingizda otxonani oyoqqa qayta turg'izishim qiyin bo'lardi. Siz menga kerakli payt yordam berdingiz. Yonimda bo'ldingiz. Lekin oxiri bunaqa bo'lishini o'zim ham kutmagandim. Yoningizga uzr so'rash uchun keldim. O'shanda juda xunuk holat bo'ldi. Men aralasha olmadim. Hozir ham hech narsaga aralasha olmayapman. Hammasini amakim o'zi hal qilyapti. O'sha paytda amakim otam aybini bo'yniga olib qamalib ketgan. Shuning uchun ham ularga qarshi chiqa olmayapman. Keyin ular otni mendan ko'ra yaxshi tushunadilar. Bu narsalarga amakimchalik aqlim yetmagani uchun ularning qarorlariga qarshi chiqishim noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun meni noto'g'ri tushunmang. Davron, seni noto'g'ri tushunayotganim yo'q. Bu yerda sen aybing yo'q. Amakinga kelsak, nima bo'lsa ham o'z akasini otxonasi. Egalik qilishga haqqi bor. Sen aytganingdek, haqiqatan ham u otni yaxshi tushunadi. Lekin ayrim sen bilmagan haqiqatlar ham bor. Xullas, Davron, o'zingni aybdor his qilma. Uzr so'rashga ham hojat yo'q. Yana qanaqa haqiqat?
yaxshilab o'ylab ko'r. Yaxshi. Sen bu yerda nima qilibsan? Qodirxon akada ishim bor edi. Yo, sen olasan yoki sendan olishadi. Sizni nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor? Bo'lmasani yeriyman. Otingni sotaveramiz. Hop. Dada, Men bilmadim aka. Bilasiz-ku aka, men ortiqcha ishlarga aralashmayman. O'zi endi boshlaganimizda eplolmay qolmasin deyman-da. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.